Quyosh yo'q bo'lib qolsa nima bo'lishini bilasizmi? Well, avvalambor hech narsa bo'lmaydi. Biz Quyoshdan shunaqangi uzoqlikdamizki, Quyoshning so'nggi nurlari bizga yetib kelgungacha roppa-rosa 8 daqiqa 20 soniya o'tish kerak bo'ladi. Undan so'ng esa qorong'ulik, zulmat. Yerning yuzi qisman 1 yil ichida muzlagan bo'lardi. Garchi yadromiz qaynoq bo'lishiga qaramasdan, u bizga katta ham foyda bermagan bo'lardi. Ha, to'g'ri, yer ostidagi, ya'ni okean tubidagi mavjudotlar hali-veri tirik qolgan bo'lishi mumkin, lekin yer usti muzlagan bo'lardi. Undan ham qo'rqinchli tomoni bu gravitatsiya. Qizig'i shundaki, gravitatsiya yorug'lik tezligida harakatlanganligi uchun Quyoshning so'nggi nurlari yetib kelgach, ya'ni o'sha 8 daqiqa 20 soniya nuqtada biz so'nggi gravitatsiya ta'siridan chiqib ketgan bo'lardik. Ya'ni shunchaki gravitatsiya yo'q bo'lgan bo'lardi va aynan o'sha zahotiyoq Yer zulmat bo'lgan zahotiyoq o'z o'qidan chiqib ketgan bo'lardi va shunchaki koinotga, tubsizlikka, ya'ni bo'shliqqa suzib ketgan bo'lardik. Oyga qolsa nima bo'lishi haqida o'rganish uchun obuna bo'lishingiz sizdan chiqmasin.